Mavzudan yiroqlashmaymiz. Yoshlik orzularga qanot, iqtidorga esa imkoniyat berilgan davrdir. Bugun Yoshlar ovozi Bo'zatov Fest tanlovida ana shunday iste'dodli yigit-qizlar bir maydonda jam bo'lib, o'z salohiyatlarini namoyon etmoqda. Nukus shahrida tashkil etilgan final bahslarida ham mamlakatimizning eng iqtidorli yosh baxshilari ijro mahoratlarini namoyish etib, super final yo'llanmasini qo'lga kiritishdi. Bugun aynan mana shu qizil yo'lakdan yurib katta sahnaga chiqayotgan har bir ishtirokchi uchun oson bo'lmaydi. Sababi viloyatlardan saralanib kelgan yoshlarning barchasi mahoratli. Final bosqichlari jarayonlari boshlandi. Baxshichilik xalqning yuragidan otilib chiqqan ovoz. Nukus shahrida bo'lib o'tgan Yoshlar ovozi Bo'zatov Fest respublika bosqichida ana shu ovoz yana bir bor jaranglab, ajdodlardan meros bo'lib kelayotgan doston va termalar yosh baxshilar ijrosida yangicha talqinda namoyon bo'ldi. Yoshlar ovozi tanlovi zo'r deyman. Prezidentimizga katta rahmatlarni aytaman. Men 15 yosh toifasida qatnashyapman respublika bosqichiga. Bu yerga kelguncha oson bo'lmadi. Bizga qiyinchiliklar juda katta. Chiroqchi tumanimizga baxshichilik maktablari ochilyapti. Prezidentimiz tashabbusi bilan Yoshlar ovozi O'zbekiston bo'ylab yoshlarni keng qamrab olmoqda. Yoshlar bunga qiziqib, baxshichilikni keng surilishga hissa qo'shyapti. Bu Yoshlar ovozi yana Prezidentimizga kattakon rahmat bu tanlovlarni tashkillashtirgani uchun. Mamlakatimizning turli hududlaridan tashrif buyurgan iste'dod egalari sahnada nafaqat o'z mahoratini, balki milliy san'atimizga bo'lgan hurmat va sadoqatini ham ko'rsatdi. Har bir chiqish tomoshabinlarni xalq og'zaki ijodining betakror olamiga yetakladi. Bellashuvda 39 nafar yosh baxshi g'oliblik uchun kurash olib bordi. Ular dostonchilik an'analari, ijro mahorati va sahna madaniyati borasidagi salohiyatlarni namoyon etib, hakamlar hay'ati oldida munosib baholanishga intildi. Yurtboshimiz tomonidan biz yoshlarga, qolaversa baxshilarga juda ham katta shart-sharoitlar, imkoniyatlar yaratib berildi. Biz bundan bahoyatda xursandmiz. Mana Yoshlar ovozi bu bizning eng umidli bir dasturimiz. Biz bu loyihada chiqib yaxshi o'rinlar olib kelamiz degan umiddamiz. Bo'zatov Fest yosh iste'dodlarni kashf etish bilan birga milliy qadriyatlarimizni keng targ'ib etayotgan yirik madaniy loyiha sifatida o'z ahamiyatini namoyon etmoqda. Oldinda festivalning opera, estrada va an'anaviy ijro yo'nalishlari bo'yicha ham qizg'in bahslar kutmoqda. Jarayonlar davom etadi. G'olib Amirov, Jamol Nazarov, Qoraqalpog'iston Respublikasidan.